O'rtoqlar, mana shu videoda ko'rayotgan holatinglar wobbling deyiladi. Bu holat mototsiklchilarning qo'rqinchli tushi. Eng qizig'i bu holatga sekin ketayotganda emas, tez yurganda tushuniladi. Nima sababdan rul bunchalik qattiq o'ynab ketadi va qanaqa qilib bu situatsiyadan chiqib ketishi o'zimning optimdan kelib chiqib hozir biron-bir ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Birinchidan o'rtoqlar oldini ko'taramiz. Yerga tushayotganda oldi balonimiz chapga yoki o'ngga naklonda tushib qolsa yerga rul qattiq o'ynab ketadi. Ikkinchidan o'rtoqlar yerdagi notekisliklar. Masalan, chuqurchalar bo'lishi mumkin, do'ngaliklar, asfaltdagi notekisliklar, toshlar bo'lishi mumkin. Bular ham wobbling bo'lishiga katta sabablardan biri. Uchinchidan rulga osilib haydash. Rulga напряжение bersanglar, katta tezlikda rul o'ynab ketib qoladi. Bu holat menda kuzatilgan. Videosini ko'rishingiz mumkin. Yamaha R1 240 tezlikda rulni qattiq ushlaganim uchun mana shu holat yuz bergan. Bu holatdan tez chiqib ketganman, sababi mototsiklda demper bo'lgan. Demper bu mana shunaqa rul o'ynab ketishini oldini oladigan moslar. Endi o'rtoqlar, eng qizig'i, bunaqa holatga tushib qolgandan keyin qanaqa qilib bu holatdan chiqib ketish kerak? Fizikaga qaraydigan bo'lsak, rul o'ynab ketayotgan paytda gaz berilishi kerak. Orqa balon tortadi, oldi balonni tekislab beradi. Fizika qonuni. Lekin bu situatsiyaga tushgan odam shokka seryoznisiga tushadi. Xayolida gaz bo'lmaydi, tormoz bo'lmaydi, nima qilayotganini o'zi tushunmaydi. O'shaning uchun shunday tepaga qarab iltimos deyish kerak, menimcha bo'ldi. Sizlar bu holatga tushmanglar, ehtiyot bo'lib haydanglar, o'lib ketish yo'q, salomat bo'linglar.